Ertaga bo'ladigan One Run yugurish narsalarini olib keldik va hozir sizlarga o'sha saytdan ko'rsatmoqchiman, nimaligini tushuntirib bermoqchiman. Bu o'sha 24-may kuni butun dunyo birga yuguramiz degan shior ostida boshlashgan. 110 ta shahardan 200 mingtadan ko'p insonlar qatnashadi. 15 ta vaqt zonalaridan birga vaqt yuguriladi. 1 kilometr, 5, 10, 21 kilometr. Bu festival o'sha butun dunyoda 2017-yil boshlangan ekan. Rossiyada Zabek degan tashkilot boshlagan, keyin 2020-21da mana Guinness rekordiga qo'shilgan otdi. Keyin 5 ta davlat qo'shilgan, keyin 15 ta bo'lgan va hozir mana 25 ta davlatdan 250 mingtadan ko'p ishtirokchilar bor otdi butun dunyoda. Va mana ko'rishingiz mumkin, Rossiya, Braziliya, Serbiya, Qatar, Egipt, Belarus, Nepal va O'zbekiston ham bor. Toshkentda, Pokistonda Karachi, Tojikiston, mana hamma shu shaharlardan birga yugurishni boshlaydi va birga 1, 5, 10, 21 kilometr yugurishadi. Bu yerda ko'rishingiz mumkin, o'sha idishi, futbolkasi, medali hammaniki bir xil bo'ladi. Mana bu yerda ham biz olib kelgan futbolkamiz xuddi shu dizaynda, qopi ham xuddi shu dizaynda va mana bu nomeri ham xuddi shu dizaynda ko'rishingiz mumkin. Shunaqa. Bu narsa butun dunyoda o'sha One Run Global saytiga kirib tekshirsanglar bo'ladi. Toshkentda ham, O'zbekistonda ham shuni o'tkazishayotgani juda zo'r. Shunga agar ertaga yugurayotgan bo'lsanglar, bu yugurishchi keng qamrovini tushunib olsanglar bo'ladi va mana shu saytdan kirib bemalol kirib o'qib tekshirib qaysi davlatlarda, qaysi shaharlarda yugurayotganini ko'rsanglar bo'ladi.